buni materiali nimadan? $65 Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Akalar, bugun polga kafel va so'kilga kafel bosishdi 2026-yildagi narxlari bilan Ujon aka o'xshaganimiz tanishtirib o'tib ketadi. Mana shu uchastkani Andijon Paxtabodda polni so'kil ishlarini qilib berishgan. O'zlari bir qator narx-navosi bilan tanishtirib o'tadi. Ujon aka, birinchi so'kildan boshlasak. Xo'p. So'kilni qanaqa fasonda qilib bergansiz? Toshli fason, toshli effektni beradigan fasonda qilib berganmiz. So'kil balandligi hisobiga 1 kvadrat metrni hamma mahsulot ichida $65 nasiblaymiz. Xo'p, 1 kvadrat metrga nima mahsulot ketsa, shu turgan kvadratiga $65 dan pul to'lashadi. Albatta. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, uyga qanaqa fasonda so'kil qilish kerakligini ham o'zingiz uydagilariga maslahat berib, qanaqa fason tushadi, qanaqa rangda tushadi, hammasini o'zingiz maslahat berib, uydagilarga chiroyli maslahat berib bitkazib berasiz. Xo'p, buni materiali nimadan? Angola bilek, Xitoy kafeldan. Xitoy kafel, Angola bilek. Kelib ishni o'zingizlar bitta ko'ringlar. Hozir chang holatda turibdi. Buni qilinganiga bir 3-4 oy bo'lib qoldi. Hozir video olmayapti. Ish juda ham rostakasi ideal chiqdi. Uyga juda ham yarashib turibdi. Qarasanglar, ish rostakasini aylantirib ko'rgan o'yiga qilib berishgan. Xo'p, polga keladigan bo'lsak, polda 1 kvadrat metrni nech puldan bosib bergansiz? Hamma mahsulotni 250. Buni materiali nimadan? O'zbekiston kafel. O'zimizda O'zbekistonda chiqib turgan kafilni o'zimizning milliy naqsh uslubiga ham tortib ketadi ekan. Xo'p, hamma mahsulot ichida nima materiallar, xizmat haqqi hammasi ichida 1 kvadrat metrni 250 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha borib bitkazib beraveramiz. Polga ham juda ham bir e'tibor bersanglar, yo'laklariga, hammasiga juda ham chiroyli qilib, mana bunaqa naqshlarni tashlab, yarashadigan qilib, mana darvozaxonalarga ham qarasanglar, mana bunaqa yo'lakchalarga ham naqshlarni qilib, hamma joy fakturalarni joy-joyiga qo'yib bitkazib berishgan. Mana bunaqa tumbalarni ham hammasini O'zbekiston bo'yicha so'kil, kafel, hammom kafellari hammasi bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni mana shunaqa ideallik, yuqori sifatdagi ishlarni bitkazib berishadi.